لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر Peygamberler daveti. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب. Alloh taolo ushbu keng sarhadli ulkan koinotni yulduzlar va sayyoralar bilan yaratdi. Yer kurrasini inson uchun yashash maskani qilib qo'ydi. Unga sersuv dengizlar, oqar daryolar, qo'zg'almas zalvorli tog'lar va keng qilib to'shalgan past tekisliklarni joyladi. Bulutlarni haydab keluvchi shamollar yuborib, yer yuziga yomg'ir yog'dirdi. Yerdan turli tuman o'simlik va mevalar juftlarini undirdi. Yer osmonini porlab turguvchi charog'on yulduzlar, yorqin sayyoralar bilan bezadi. Yer yuzasida esa turli tuman ajoyib va g'aroyib jonzotlarni tarqatdi. Ayrim jonzotlar dasht va biyobon va o'rmonlarda yashasa, ba'zilari dengiz va okeanlar tubida suzib yuradi. Boshqalari esa yaratuvchining qudrati va hikmati bilan osmonda qanot qoqib uchadi. Alloh taolo inson maskan tutishi uchun, yerda hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni muhayyo etdi. Biz ko'rib turgan bu betakror mahluqotlar, ajib xilma-xillik, ushbu koinot va undagi barcha tirik jonzotlarning yagona ilohi bor ekaniga hamda hech kim va hech narsa unga sherik bo'la olmasligiga, u bilan aslo bahslasha olmasligiga shak shubhasiz dalolatdir. Agar osmon va zaminda Allohdan o'zga xudolar bo'lganida har ikkisi buzilib ketar edi. Bas arsh egasi Alloh ular sifatlayotgan noqisliklardan pokdir. Agarda biz quyoshning o'z ilohi, oyning esa o'z ilohi bor deya faraz qilgudek bo'lsak, u holda ular o'zaro nizoga yuz tutsalar, koinotdagi tartib buzilgan bo'lar edi. U zot bilan birga biron iloh bo'lgan emas. Aks holda albatta har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan ketib, bir-birlaridan ustun bo'lib olar edi. Alloh ular aytayotgan sheriklardan pokdir. U yo'g'u borni bilguvchidir. Bas Alloh mushriklar da'vo qilgan shirkdan yuksakdir. Kecha ham ular uchun qudratimizni ko'rsatib turadigan bir belgidir. Biz undan kunduzni yechib olishimiz bilan banogoh ular zulmatda qoladilar. Quyosh to'xtamay o'z qarorgohida yurib turadi. Bu qudratli va bilguvchi zotning taqdiridir. Biz oyni ham to u eski xurmo butog'i kabi bo'lib, egilib qolgunicha bir necha manzilga belgilab, tayinlab qo'ygandirmiz.
Na quyosh uchun oyga yetish mumkin bo'ladi. Va na kecha kunduzdan o'zguvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning barchalari falakda suzib yuradi. Alloh taolo ushbu go'zal borliqni yaratgach, yer yuzida yolg'iz o'ziga ibodat qiluvchi, bu zaminni o'z zurriyotlari ila obod qiluvchi bir xalifa yaratishni xohladi. Keyin tuproqdan insonni yaratdi. Unga eng ko'rkam va chiroyli surat, eng go'zal qomat berdi. Yaratishdan ko'zlangan maqsadni anglab yetishi uchun uni boshqa maxluqotlardan ajratib turuvchi aql ne'mati bilan siyladi. Binobarin, ushbu chinakam haqiqatlarni kuzatib, ular ustida fikr yuritgan kishi, albatta, bular yer yuzida inson mavjudligining tub mohiyatini tushunib yetishga yetaklovchi yo'l deb anglab yetadi. Buning ma'nosi esa sheriksiz yagona Allohga ibodat qilishdir. Men jin va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Bashariyat otamiz Odam zamonlaridan to yer ahliga yuborilgan birinchi rasul Nuh alayhissalomning payg'ambar bo'lishlari arafasigacha bo'lgan davrda sof fitratda yolg'iz Allohga ibodat qilib, unga hech narsani sherik keltirmagan holda yashadi. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, Odam bilan Nuh orasidagi davrda 10 ta avlod tavhid asosida yashab o'tgan. Bashariyat tarixidagi ushbu davr oralig'ida yer yuzida shirkdan asar ham qolmagan bo'lsa-da, lekin zamonlar o'tishi bilan insonlarning ko'pchiligi zalolat botqog'iga botdi. Tavhiddan, yolg'iz Robbilariga ibodat qilishdan uzoqlashdi. Allohga uning maxluqotlarini, ulug' kishilarning suratlari, yulduzlar va sayyoralar, toshlar singari narsalarni hayotlariga foyda yoki ziyon keltira oladi degan e'tiqodda sherik qila boshladilar. Bu esa ularning Allohni tanimasliklari va iymon yo'lidan yiroqlashganlarining oqibati edi. Demak, ularning o'sha ma'budlari borasidagi yanglish aqidalari yo ma'budlaridan bo'lgan qo'rquv sababli yoki bo'lmasa ularning ushbu ma'budlardan yordam talab qilishlari tufayli kelib chiqqan. Shuning uchun ular ushbu ko'rinishlarga sig'indilar. Allohni qo'yib o'sha narsalarni o'zlari uchun xudo sanay boshladilar. Bu ham kamlik qilganidek, xuddi Fir'avn qavmi va ko'hna tarix osha yashab o'tgan boshqa qavmlar kabi inson farzandlarini muqaddaslashtirib, ularga ibodat qilish darajasiga yetib bordilar. Insonlarning ushbu jirkanch shirk amaliga mubtalo bo'lishlarining bir qancha sabablari bor. Biri solih kishilar borasida Nuh qavmida ro'y bergani kabi Alloh belgilab bergan chegaradan chiqqanlaridir. Nuh qavmida Vad, Suva, Yag'us, Yag'uq va Nasr ismli solih kishilari bor edi. Ular solih va taqvoli kishilar, maqtovga sazovor fazilatli zotlar bo'lganlari tufayli qavmlari ularni ulug'lar, nihoyatda qattiq yaxshi ko'rishardi. O'sha solih kishilar vafot etganlaridan so'ng ularga bo'lgan muhabbatlari va ishonchlari ortiqligidan ularning firoqiga chiday olmadilar. Shayton esa bu fursatdan zo'r foydalandi. Odamlarga ularning o'zlari va keyin keladigan avlodlar uchun ham oqibati juda ham og'ir, ta'siri nihoyatda xatarli bo'lgan mash'um bir fikrni chiroyli qilib ko'rsatdi. Keyingi avlodda bu fikr insoniyat boshiga turli tuman kulfat va balolarni olib keldi. O'z xayollaricha ko'rib esga olib turish hamda og'ir yo'qotishlarni yengillatish uchun ushbu vafot etgan solih kishilarining suratlarini chizishga qaror qildilar. Naqadar xom xayol edi bu. Bora-bora o'zlarining yig'in joylariga ularning haykallarini o'rnatishni odat qildilar. Ushbu zaylda zamonlar o'tib, avlod ketidan avlod kelishgach, odamlar Allohni qo'yib o'sha butlarga ibodat qila boshlashdi. Mana shunday suratda butlarga ibodat qilish yuzaga kelgan. Shirk amali paydo bo'lgan va asta-sekin butun yer yuziga tarqalgan. Endi Alloh o'z bandalarini shirk va mushriklarga nima qilsa qilsin deb tashlab qo'yarmidi?
Rabbimga qasamki yo'q, aslo tashlab qo'ymaydi. Alloh taolo bashariyatga mehribondir. Shuning uchun ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, shirk va zalolat changalidan qutqarib, tavhidga, yakka yagona Allohga ibodat qilishga qaytaruvchi elchi va payg'ambarlar yubordi. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey payg'ambar, biz sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga hech qanday haq iloh yo'q, bas mengagina ibodat qilinglar deb vahiy yuborgandirmiz. Shunday qilib Alloh bashariyatga birinchi rasul Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Nuh o'z qavmini 950 yil hamma joyda, barcha yig'inlarda kecha va kunduz tinim bilmasdan Allohga ibodat qilishga, tavhidga da'vat qildi. Lekin ozgina kishi bu chaqiriqni qabul qildi, ko'pchilik qabul qilmadi. Uning da'vati qarshilik va masxaralar iskanjasida qoldi. Ularni da'vat qilganlari sayin u kishidan yuz o'girishardi. Qaysarlik va takabburlik bilan haqni qabul qilishmasdi. Allohning elchisini so'zlarini eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqishar, ust kiyimlari bilan boshlarini o'rab olishardi. Shuning uchun ularga Allohning azobi haq muqarrar bo'ldi. Shunda Alloh taolo Nuh alayhissalomga kema qurishni va unga har xil hayvonlardan juft qilib olib chiqishni buyurdi. Nuh iymon keltirgan kishilar bilan birgalikda kemaga mindi. O'g'li esa zalolat yo'liga kirgani tufayli kemaga chiqmadi. Unga ey o'g'lim, biz bilan kemaga mingin va kofir kimsalardan bo'lib qolmagin deganida, u baxtiqaro men toqqa chiqib olaman va shu bilan suvdan saqlanib qolaman deya javob qaytardi. Nuh alayhissalom bugungi kunda Allohning azobidan hech kim qutqara olmaydi dedilar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Alloh osmonga farmon berdi, jala yomg'ir quyildi. Biz osmon darvozalarini tinimsiz quyilguvchi sel bilan ochib yubordik. Yerga buyurdi, undan chashmalar otilib chiqdi. Va yerning chashmalarini chiqarib yubordik. Bas osmon bilan yerning suvi kofirlarni g'arq qilib yuborish ustida uchrashdilar. Alloh Nuh va u bilan birga iymon keltirganlarga najot berdi. Nuh dedi: kemaga mininglar, uning yurishi ham, turishi ham Alloh nomi bilan bo'ladi. Albatta Robbim o'ta mag'firatli va juda mehribondir. Kema ularni tog'lardek to'lqinlar orasida olib ketar ekan, Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin. U kofirlar bilan birga qolmagin. O'g'li dedi: men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketaman. Nuh aytdi: bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilgan kishilarnigina saqlar. Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Nuh Robbiga nido qilib:
dedi. Robbim, albatta o'g'lim mening ahli oilamdandir va shubhasiz sening va'dang haq va'dadir. Va shubhasiz sening va'dang haq va'dadir. Sen eng adolatli hukm qilguvchisan. Alloh aytdi: ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Nuh qavmini eslang. Qachonki ular payg'ambarlarini yolg'onchi qilishgach, biz ularni g'arq qildik va ularni odamlar uchun ibrat qilib qo'ydik. Yana biz zolim kofir kimsalar uchun alamli azob tayyorlab qo'ygandirmiz. Od, Samud va hamda shu oradagi ko'pdan ko'p asrlarni eslang. Barchalariga misollar keltirdik va nasihatlarimiz kor qilmagach, barchalarini butunlay yo'q qilib yubordik. Bir 1425 hijriy yil, 2004 milodiy yil, Janubiy Sharqiy Osiyo, Tailand. Kuchli zilzila oqibatida vujudga kelgan tsunami hodisasi. Odamlarning o'zlari qilgan qilmishlari sababli quruqlikda ham, dengizda ham turli ofat balolar yuz berdi. Gunoh ma'siyatlaridan qaytishlari uchun, ularga qilgan ayrim gunohlarining jazosini tottirib qo'yish uchundir. คนนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งแล้ว มาเลยครับมาดูวิ่งในการเร็วน้ำต้นลงเลยมาได้ลงให้มาดู O'tmishda bo'lgan va bugungi kunimizda ro'y berayotgan hodisalarni o'zaro taqqoslar ekanmiz. Ushbu butlar sig'inuvchilariga Allohning azobi kelgan vaqtda hech qanday foyda bera olmaganlarini ko'ramiz. Xudo qullari unga muhtoj bo'lib turgan vaqtda tashlab qo'yishi aqlga sig'adimi? Vaholanki xudolarning o'zlari suvga cho'kib, qutqaruvchiga o'zlari muhtoj bo'lib turibdi-ku. Siz ko'rib turgan ushbu lavhalar ibrat olmoqchi bo'lgan kishilar uchun ravshan dalildir. Bobil mamlakatida butlarga ibodat qiluvchi qavm yashar edi. Alloh taolo ularga Ibrohim alayhissalomni yubordi. Ularni butlarga sig'inishni tashlab, yolg'iz Allohga ibodat qilishga da'vat qildilar. Mushriklar u kishining da'vatidan yuz o'girishdi. Shunda Ibrohim ularga sig'inayotgan ma'budalari boshqaga foyda berish tugul, o'zlarini himoya qila olmasliklarini isbotlash uchun ushbu xudolarning oldiga bordilar-da, ularni parcha-parcha qilib tashladilar. Alloh nomiga qasamki, sizlar ketganlaringizdan keyin butlaringizni bir balo qilib qo'yaman. Bas, u butlarni parcha-parcha qildi. Faqat shoyat butlarning kattasiga qaytsalar deb o'shanigina qoldirdi. Ular qaytib kelganlaridan so'ng bizning xudolarimizni kim bunday qildi?
shubhasiz u zolim kimsalardandir dedilar. Ularning ayrimlari aytishdi: xudolarimizni ayblab yuradigan Ibrohim degan bir yigitni eshitgandik. Shunda ularning kattalari uni odamlar qoshiga keltiringiz, ular guvoh bo'lsinlar deyishdi. Uni keltirishgach, xudolarimizni sen shu holga soldingmi, ey Ibrohim deb so'rashdi. Ibrohim aytdi: yo'q, bu ishni ularning kattasi mana bu haykal qildi. Bas, butlaringizdan so'ranglar. Agar gapira oladigan bo'lsalar, aytib bersinlar. Bas, mushriklar o'zlariga kelib, bir-birlariga sizlar o'zingiz zolimlarsiz dedilar. So'ngra esa boshlari aylanib, sen ularning gapira olmasliklarini yaxshi bilarding-ku deyishdi. Ibrohim aytdi: axir Allohni qo'yib sizlarga biron foyda ham, ziyon ham yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inasizlarmi? Sizlarga ham, Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringizga ham sufe, axir aql yurgizmaysizlarmi? Bobil mamlakatida o'zini Xudo deb e'lon qilgan Namrud ismli zolim kimsa podshohlik qilar edi. Ibrohimni Namrudning huzuriga olib kelishganida uni Allohga iymon keltirishga chaqirib, unga aytdilar: mening Robbim o'ldiradi va tiriltiradi. U men ham xohlagan kishini o'ldirishim yoki tirik qoldirishim mumkin deya javob berdi. Ibrohim: Robbim quyoshni mashriqdan chiqaradi, sen uni mag'ribdan chiqarginchi dedi. Namrud dovdirab javob topa olmay qoldi. Shunda mushriklar alangasi ko'kdagi bulutlarga yetgudek ulkan olov yoqishga qaror qilishdi. So'ngra Ibrohimni tashlashdi. Lekin Alloh taolo unga o'tdan najot berdi. U olovga Ibrohimga salqin va omonlik bo'l deya amr etdi. Namrud boshchiligidagi mushriklar dedilar: uni yoqib yuboringlar. Agar uddalay olsanglar, mana shu ish bilan o'z xudolaringizga yordam qilinglar. Biz aytdik: ey olov, sen Ibrohim uchun salqin va omonlik bo'l. Ular Ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon ko'rguvchi qilib qo'ydik va Ibrohimga hamda Lutga najot berib, ularni biz barcha olamlar uchun muborak qilgan Shom zaminiga yubordik. Bordi-yu o'sha mushriklardan inson o'zi oltin yoki loydan bir xudo yasab olib, shunga ibodat qilishi, na so'zlay va na eshita oladigan, jildirmasangiz joyidan qo'zg'almaydigan bir narsadan madad, yordam so'rashi aqlga to'g'ri keladigan ishmi? Hech narsaga qudrati yetmaydigan ojiz bir matoh qaysi aql bilan sizga xudo bo'la oladi? deb so'ralganda ular sog'lom fitratlarga quloq ossalar, aslo bunday bo'lishi mumkin emas degan bo'lar edilar. Inson avvalo o'ziga boqsin. Dastlab qorinda bir tomchi nutfa bo'lganiga, keyin esa rivojlanib mukammal suratga kelganiga, eshitadigan, ko'radigan bo'lib qolganiga diqqat bilan nazar solsin. Ushbu sig'inayotgan xudosi Alloh yaratgandek yaratishga qodirmi? Allohga qasamki, birgina pashshani yaratishga ham qodir emas. Ey insonlar, bir masal keltirildi. Bas unga quloq tuting. Aniqki, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlar agar barchalari birlashganlarida ham biron chivin yarata olmaslar.
Agar chivin ulardan biron narsani tortib olsa, uni o'sha chivindan ham qutqarib ola bilmaslar. Demak, o'sha butlardan hojatini ravo qilishni so'raguvchi mushrik ham, so'ralguvchi butlar ham nochor, notavondirlar. Ular Allohning haqiqiy qadri ulug'ligini bilmadilar. Dar haqiqat Alloh kuchli, qudratlidir. Ibrohim alayhissalom qissasidagi hodisalardan mu'min kishi uchun tavhidning nechog'li muhim ekani bizlarga ma'lum bo'ladi. Har qanday ko'rinishdagi shirk qarshisida murosasiz turish bid'at ahli bilan toki ular aqllarini topib, Allohga iymon keltirib, unga hech narsani sherik keltirmas ekanlar, hujjat va ochiq aqliy dalillar bilan kurashishning naqadar muhim ekanini bilib olamiz. Alloh taolo nasorolarga ularni tavhidga da'vat qilishi uchun Iso ibn Maryamni yubordi. Lekin u kishiga ergashganlarning ba'zilari Iso va uning onasi borasida hadlaridan oshdi. G'uluvga ketib, Isoni Allohning bolasi deb bandalik maqomidan xudolik maqomiga ko'tarib qo'ydilar. G'uluvga ketishlariga asoslari Iso otasiz yaratilgan. Demak, u Allohning o'g'li deyishlari bo'ldi. Nasorolarning aqllari otalari Odamning yaratilishidan g'aflatda qolganga o'xshaydi. Zero Alloh taolo odamni ham otasiz, ham onasiz yaratib, unga ruhni puflagach insonga aylangan edi. Shunday bo'lsa ham hech kim odamni Allohning o'g'li demadi. Uni iloh qilib olgan yo'q. Bunday o'ta ketgan johillik va g'uluv nasorolarni oxir oqibat shirk va halokatga olib keldi. Albatta Isoning otasiz tug'ilishining misoli Alloh nazdida xuddi odamning misoli kabidirki, uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'l dedi. Bas u jonli odam bo'ldi. Bu Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan haq so'zdir. Bas shubha qilguvchilardan bo'lmang. Islomdan ilgarigi Makka. Makkada islom kelishidan ko'p zamonlar ilgari bir solih kishi yashar edi. U doimo Ka'baning oldiga kelgan hojilarga xurmo qo'shib tayyorlangan talqon sadaqa qilib o'tirardi. Bu solih kishi vafot etganidan so'ng uning Makka ahlida mavqesi bo'lgani, unga bo'lgan ehtiromlari tufayli u Allohning huzurida alohida obro'ga ega degan da'vo bilan o'zlariga uning haykalini yasab oldilar. Biror bir musibat yuz berib, biror kor hol bo'lgudek bo'lsa, darrov shu butning oldiga chopib kelardilar-da, "Ey Lot, ey Allohga ibodat qilib o'tgan zot, shafaat qilgin, Alloh bizga yomg'ir yuborsin. Shafaat qilgin, Alloh kasal farzandlarimizga shifo bersin" deya shu kabi hojatlarini so'rardilar. Kun ortidan kunlar, yil ortidan yillar o'tib borar ekan, Makka ahli va Makka atrofidagi shahar va qishloqlar aholisi shu zaylda shirk va zalolatga botgan edi. Ular Lotning yoniga Uzzo va uchinchisi Manot ismli butlarni qo'shishdi. Bora-bora Ka'ba butxonaga aylandi. Makkaning bozorlari, odamlar yig'iladigan barcha o'rinlari but sanamlarga to'lib ketdi. Ushbu butlar makkaliklarning qalbiga mustahkam o'rnashib qolganidan ular but sanamlarsiz hayotni tasavvur qila olmay qolishdi. Xuddi ana shunday paytda Alloh taolo Makka mushriklariga va barcha insonlarga so'nggi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yubordi. Ularni shirk va ma'siyat zulmatidan tavhid va iymon nuriga chiqaradilar. Bashariyatni bandalarga ibodat qilishdan ozod etib, bandalarning Rabbisiga ibodat etishga yo'llab qo'yadilar. فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه نداه قافلات النور سارت
رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه. Rum imperatoriga yuborilgan maktub. Allohning bandasi va payg'ambari Muhammaddan Rum podshosi Heraqlga: hidoyatga ergashganlarga salomlar bo'lsin. Men sizni islomga da'vat qilaman. Musulmon bo'ling, salomat bo'lasiz. Alloh sizga ajringizni 2 barobar beradi. Ayting ey payg'ambar, ey kitob egalari, bizga ham, sizga ham bab barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik, unga hech narsani sherik qilmaylik va birovlarimizni Allohdan o'zga xudo qilib olmaylik. Agar ahli kitoblar ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, ey mu'minlar, guvoh bo'linglar, biz musulmonlar yagona Allohga itoat qilguvchilarmiz deb aytingiz. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? Rum podshosi Heraql maktubni o'qigach qo'rqdi. Injilni qaytadan ko'rib, payg'ambarlik belgisini topdi. Muhammadga bu hokimiyatni kim berdi? Alloh uni olamlar uchun rahmat qilib yubordi. Ey payg'ambar, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Shunda payg'ambarimiz Makka ahlini tavhidga, yagona Allohning o'ziga ibodat qilishga, shirk amallarini tark etishga da'vat qildilar. Ular esa turli zamondagi mushriklar aytadigan asossiz puch so'zni qaytarishdi. Biz bu butlarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz, deya javob qilishdi. Alloh taolo dedi: balki ular shunday dedilar. Albatta bizlar ota-bobolarimizni bir yo'lda, dinda, mazhabda topganmiz. Va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topguvchidirmiz. Bu esa qaysarlik va Allohning dinini inkor qilishning o'zginasi. Shunga qaramasdan Alloh taolo o'z diniga yordam berdi. Payg'ambariga bor imkoniyatni berdi. Natijada shirk amallari yo'q bo'lib, butun Arab jazirasiga tavhid keng tarqaldi. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka fathi kuni Masjidul Haromga kirib kelganlarida Ka'ba atrofida 360 ta but bor edi. U zot butlarni qo'llaridagi tayoq yordamida birma-bir yiqitar ekanlar. Qo'yidagi oyatni o'qidilar. Haq keldi va botil yo'qoldi. Zero botil yo'qolguvchidir. Haq keldi. Endi botil dinsizlikni boshlay ham olmas, qaytara ham olmas der edilar. الأرض حيراء في انتظار هداية يا دعوة الإسلام فلتتقدمي. Sahoba va tobiinlar islom risolasini yer kurrasiga sharqda Xitoy, g'arbda Andalusiyagacha tarqatdilar. Insonlar berilishi mumkin bo'lgan eng ulug' ne'mat islom soyasida rohat farog'atda hayot kechirdilar. أشهد أن محمد
محمد رسول الله. Lekin ko'p o'tmay ayrim islom diyorlariga shirkning ayrim ko'rinishlari turli shaklda bo'lsa ham yangitdan kirib keldi. Tavba, hozirgi kun o'tmishga naqadar o'xshash. Alloh taolo payg'ambarlarning oxiri Muhammad alayhissalomni yuborish bilan o'zining dinini kamoliga yetkazdi. U kishidan so'ng osmondan vahiy nozil bo'lishi to'xtadi. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga yuklangan payg'ambarlikni eng komil suratda ado etdilar. Zimmalaridagi Allohning amonatini insonlarga to'la yetkazdilar. Uning yo'lida haqiqiy jihad qildilar. Bizga Allohning kitobi va insonlarga ularning diniy ishlarini to'la yoritib beruvchi sunnat sharifalarini tashlab ketdilar. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda islom ummati orasida avvalgi zamon mushriklari qilgan amallarni topishimiz mumkin. Ular ham o'z navbatida payg'ambarimizga biz bu butlarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz deya javob qilishgan edi. Bu ularning asrlar osha aytib kelgan yolg'on so'zlari, vasiqasi chiqib ketgan hujjatlaridir. Ogoh bo'lingki, Allohgina chin ixlos bilan ibodat, itoat qilinishga loyiq zotdir. U zotdan o'zga do'stlarni xudo qilib olgan kimsalar biz o'sha xudolarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz derlar. Bugungi kunda odamlar orasida shirk amallarining turli ko'rinishlari tarqalib, ko'plab islom diyorlarida chuqur ildiz otib ketdi. Ana shu biz bilgan shirk turlari qatoriga avliyolar borasida haddan oshish va ularni muqaddaslashtirish, ularning qabrlarini atrofida aylanish va shu qabrlarga surkanish, qabrlarga atab qurbonliklar qilish, o'lib ketgan avliyolardan turli hojatlarga yordam so'rash, ularning shafoatlarini tilash, boylik yoki farzand talabida ularga duo qilishlar kiradi. Nahotki hayot va o'lim, sog'lik va bemorlik, boylik va kambag'allik bularning barchasi hech qanday sheriksiz yagona Allohning qo'lida ekanini unutgan bo'lsalar, u meni yaratgandir. Bas o'zi meni hidoyat qilar. Uning o'zigina meni to'ydirar va qondirar. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berar. U meni o'ldirar, so'ngra tiriltirar. Shunday qilib, muhtaram tomoshabin, o'tmishdagi mushriklar bilan hozirgilarini taqqoslaydigan bo'lsak, ularning orasida hech qanday farq yo'q ekaniga guvoh bo'lamiz. Ilgarigi mushriklar butlarga sig'inishgan, u ham tuproq va toshdan yaralgan. Hozirgilari bu maqom sohibi hojatlarini so'rab avliyolar va solihlarning qabrlariga borishadi. Ular ham tuproq va toshdan qurilgan. Qabr ostida esa tuproqqa aylanib ketgan o'liklarning suyaklari bor. Xolos, o'xshashlik yaqqol ko'zga tashlanmayaptimi? Albatta, Alloh o'zi xohlagan kishilarga haq da'vatni eshittiradi. Ey payg'ambar, siz qabrdagi kimsalarga eshittira olmaganingiz kabi kofirlarga ham eshittirguvchi emassiz. Siz faqat ogohlantirguvchidirsiz. Mazkur butlar na foyda, na ziyon keltira oladi. Kishilar dodini na eshitib, na javob bera oladi. Bas ular o'liklar kabidir. Xuddi shuningdek, insonlar atrofida aylanayotgan, qut barakasi yo'qadi deya duo qilinayotgan maqbaralar ham hech qanday foyda yoki zarar keltira olmaydi. Chunki ular quruq tuproq va toshdan yasalgan qabrlar xolos. Agar sizlar ularni chorlasangiz, duolaringizni eshitmaslar.
agar eshitsalar-da sizlarga javob qila olmaslar va qiyomat kunida ularni Allohga sherik qilib olganingizni inkor qiladilar. Ey payg'ambar, dunyo va oxirat haqida hech kim sizga xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Ushbu qabr ichidagi avliyo o'likdir. Yotgan o'rnida harakatlanishga ham qodir emas. Shubhasiz, Allohdan o'zga sizlar iltijo qilayotgan narsalar xuddi sizning o'zlaringiz kabi bandadirlar. Bas, agar rostgo'y bo'lsangiz, ularni chaqiringiz. Ular sizlarga javob qilsinlarchi? Ularni yuradigan oyoqlari bormi? Yo tutadigan qo'llari bormi? Yo ko'radigan ko'zlari bormi? Yoki tinglaydigan quloqlari bormi? Ayting, ey payg'ambar, o'sha butlaringizni chaqiringlar-da, so'ngra menga bir lahza muhlat bermay, bor hiyla nayrangingizni qilaveringlar. Zotan mening Robbim shu kitobni nozil qilgan Allohdir. U solih bandalarga yor bo'lar. Uni qo'yib sizlar iltijo qilayotgan narsalar sizlarga yordam qilishga qodir emaslar. Va ular o'zlariga ham yordam qila olmaslar. Shunday ekan, undan nimani kutadilar? Nima uchun bular shu avliyolarni ham, o'zlarini ham yaratgan Allohga yuzlanmaydilar? Axir Alloh ibodat qilishga, iltijo qilishga eng haqli zot-ku. Agarda unga xolis ibodat qilsalar, hech narsani sherik keltirmasalar, ularga yordam berishga shaksiz qodirdir. Ey payg'ambar, bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilganlarida duo qilguvchilarning duosini ijobat qilaman. Bas, haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. يا مخطئا ما أعقلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك